bir qancha oy bahslar, hammani o'zini futbol tushunchasi bor, futbolga qarashlari bor va hammani hurmat qilgan holda juda ham to'g'ri aytdilar Davron, chunki juda ham ko'p ma'lumot va assotsiatsiya faqat shu rasmiy ma'lumotga tayanib, rasmiy shu bo'layotgan jarayonga tayanib ma'lumot beradi va o'shaning uchun bir necha marta biz o'zimiz ham iltimos qildik, rasmiy xabarlarga tayanib shu xalqimizga yetkazib berishinglarni iltimos qildik. Rahbariyat, mutaxassislar, murabbiylar kengashi bilan birgalikda maslahatlashib jahon chempionatiga mana ilk bor chiqqanligimiz, jahon chempionati biz hammamizga birinchi tajriba bo'ladi va bizning futbolimizga birinchi tajriba bo'ladi. Shunga shu xalqaro tajriba, xalqaro shu jahon chempionatlarini havosini ko'rgan, ana shu bosimni his qilgan, ana shu jahon chempionatlarida tayyorgarlik jarayonlarini o'zidan o'tkazgan, umuman futbolda ana shunday xalqaro tajribaga ega bo'lgan mutaxassisni olib kelish qarori qabul qilindi va bunda mana hozir Davron aytib o'tdilar, bir qancha nomzodlar ko'rib chiqildi. Hattoki biz ba'zida shu ommaviy axborot vositalarida ko'rib hayron qoldik. Ba'zi mutaxassislar bilan hattoki ro'yxatimizda ham bo'lmagan, lekin ommaviy axborot vositalarida bu kelib chiqardi, lekin bizni hattoki o'sha short list deymiz-ku, short listimizda ham bo'lmagan mutaxassislarni biz nimada ko'rdik. Yoki mana hozir anaqani qancha nima maosh olar ekan bu anaqa degan gaplar ham ko'payib ketdi. 4 million dedi, yana boshqa dedi. Bu yarmi ham emas bunday olib qaraganda. Endi O'zbekiston futbol federatsiyasi bunchalik imkoniyatlari bo'lganda biza allaqachon boshqacha ham yo'l tutardik, lekin o'zimizning imkoniyatdan kelib chiqib juda ham bir o'zimizni imkoniyatlarimizga mos keladigan yo'lni tanladik va endi bu ham etika masalasi, etik nima, ikki tomon agar buni ochiqlamaymiz degan bormi? Agar mana 3 marta jahon chempionatida ishtirok etgan murabbiy yoki jahon chempioni bo'lgan murabbiyni olib kelib qo'ysanglar, mana bunday natijaga ko'rsatadi yoki mana bunday rivojlanishga erishamiz deb kimdir shunga kafolat bera oladimi? Bera oladimi yo'qmi? Bera olmaydi, to'g'rimi? Bera olmaydi. Shuning uchun men boya aytdim-ku, juda katta ishchi guruh ishladi bu yerda. Juda katta tahliliy, olim odamlar ishladi. Shular hammasi O'zbekistonga qaysi murabbiy to'g'ri kelishi, O'zbekistonda o'sha qo'yilgan o'yinni davom ettirishga kim nomzodini, barcha nomzodlar bo'ldi. Mana Davron boya aytdilar, ba'zi murabbiylar bilan gaplashganimizda uni bergan yoki ko'rsatgan o'sha falsafasi O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi degan xulosa bo'ldi. Shuning uchun shunday xulosaga kelindi. Lekin murabbiyning o'ziga ham savol bersanglar aytadi, qanchalik shu ishlashga, o'zini mana shu butun salohiyatini ko'rsatishga, futbolchilar bilan uchrashganda ham men his qildim buni. Yoki o'sha hali yo'lda bo'lib turib ham bir nechta o'yinlarni ko'rib, futbolchilarimizni bilayotganligi, chuqur sira tahlilga berilganligi, bu professionalizmdan dalolat beradi. Yaxshi niyat qilaylik, yaxshi niyat bilan biz shu oldinga qarab ketyapmiz. Shu yaxshi niyat bilan agar shu ishni bismillah deb boshlasak, albatta niyatimiz to'g'ri-ku.